Bugun sizlarga Bookmap orqali qilingan сделканы ko'rsataman. Именно bozor 32-30 figuraga keldi. Mana bu uровень. Sen ko'rsangda 32-30. И bugungi birinchi lowga keldi-da, o'sha yerda fake berib tepaga qarab ketyapti. Kelganida, birinchi kelganida bu yerda 100 lotga yaqin zaявка turganida, именно today lowda. И figurada 100 lotdan oshiq zaявка turganda, ikkalasini oldi. De sekin tepaga qarab yurishni boshladi. 5 sentga fake qildi uni. Ko'rsanglar bo'ladi. 5 sent fake bo'ldi. Tepaga qarab yurishni boshladi. И CVD ham sekin divergensiya berishni boshladi. Qaranglar. Mana low bilan mana low qaranglar-da, CVD ga qaranglar. CVD higher low bot. Signal berdi mana shu yerda. Bu yerda покупка qilishni boshlandi. Tepaga yurishni boshlagandan keyin pastga qarab откат berganda уже bit step up bo'ldi, ya'ni mana bu bitni joyiga qo'yishdi объемni. И sekin-sekin o'shaning ustiga chiqib, ustidan kelib, bitni urib, dalish tepaga qarab ketishni boshladi. Deltani ko'rsanglar bo'ladi o'sha momentda mana. Именно birinchi подходda 32-30 ga kelganda deltani qaranglar, 28 lot. Bu yerda чистый продажа bo'lyapti. Чистый продажа o'shaning uchun yorib o'tdi buni. Ozgina turdi, 5 sent fake qilib turib, dalish yura olmadi, o'sha bozorda kuch qolmadi, ustavost bo'ldi, sekin tepaga qarab yurishni boshladi. Mana altda ham ko'rsanglar bo'ladi, o'sha momentda tepaga qarab ketyapti. И bitni joyiga qo'yib qo'yishdi. Har bitta откатda bit qo'yyapti, katta-katta bitlarga urilib tepaga, как лестница bo'lib chiqib ketyapti. И mana bu сделкаlar. Именно mana shu joydan boshlangan olish uchidan tepaga qarab yuryapti, sekin добавление bo'lyapti сделкаlarga. Ko'pchilik Bookmap mendan so'radi, Bookmap bo'yicha informatsiya bering deb. Bookmap bu именно klasterni объемный analiz uchun yaxshi platforma hisoblanadi. Именно объемlarni как grafikda уровень sifatida qo'yib beradi sizlarga. Buni eslasanglar YouTube'da tekin versiyasini qo'yganman. Bu yerda Global Plus подписка yoqilgan bularga. Mana stakanni ko'rsanglar bo'ladi. Bu Global Plusda bor bu narsa, dom deyiladi, super dom. И iceberg orderlar. Mana bu ko'rsanglar bo'ladi iceberg orderlarni. И stop orderlarni ko'rsatadi. E deb ko'rsatayotgani bu executed degani, ya'ni bozorga kirdi degani, bu iceberg orderlar. Mana bu qizil tochkali sifralar bu stop orderlar, ya'ni stop losslar ishlab icebergga заливать qilib turib tepaga qarab yurishni boshlayapti. И соответственно mana bu yerda katta объем qo'yilgan tochkalarni mana qizil qilib ko'rsatadi. Ko'rsanglar bo'ladi, bu current order book, ya'ni stakan deyiladi. Tekushий zaявкаlar ko'rinib turadi mana bu sifrasi bilan и hitmapda qizil zona qilib ko'rsatib beradi. Olib ishlatsanglar bo'ladi, Bookmap bo'yicha kerak desanglar biza buni 1 yillik годовой подпискalarini organizatsiya qilib beramiz. Olib ishlatsanglar bo'ladi. Buni TradingView bilan yoki Thinkorswim bilan birga yoki NinjaTrade bilan birga ishlatsanglar bo'ladi. Agar u platformalar bo'lmasa, MetaTrader'da сделка qiladigan bo'lsanglar, buni уровеньлariga qaraysizlar, buni o'zini sifrasiga, o'sha sifralarga kelganda сделка ochsanglar bo'ladi, объем bilan birga qo'shilib. Maslahat beramiz biza buni grafikini ham olishni, chunki mana bunaqa уровеньlarni MetaTrader'da qo'yishga qiynalasizlar, точный sifra bilan. Shuning uchun yo TradingView'da COMEX yoqtirasizlar, Chikagskiy birjanikini, или Thinkorswim sotib olish kerak bo'ladi, чтобы futuresning котировкalarini olish uchun. Bookmapda bemalol объемlardan kirib savdo qilsanglar bo'ladi. Buni biz hozir moslashtiryapmiz day tradingga. Buni asosan scalperchilar ishlatardi, scalping qilishadi. Buni biz o'zimiz day trading analizlarimiz bilan, ya'ni среднесрочный analizlar bilan birga
kollaboratsiya qilyapmiz, ya'ni qo'shyapmiz. Именно botdan kichkina signal qabul qilib, uni pozitsion tradingga aylantirish maqsadida foydalanamiz. Har bitta bo'lgan voqeani aniq-tiniq ko'rsatadi, ko'rsanglar bo'ladi. Объем bo'yicha, объемный analiz bo'yicha Bookmap yaxshi platforma. Sog' bo'linglar.